Koreyada 5,5 yil vaqt davomida 2-3 marta tomog'im og'rib, boshim og'rigan gripp bo'lganman desam, bu yerda ishonishmayapti do'stlar menga. O'zlaringiz izohlarda yozib qoldiringizlar. Qishda qor yoqqanda muzning ichiga kofeni qo'yib, qanday qilib ichardik? Ice Americano bering bizga deb. Unaqa davrlar yo'q bu yerda. Sal bu muz emas, sal yaxtay narsa ichsa ketdi, tomoq ketyapti. Hozir ham tomog'im og'rigan, bosh og'rigan. Uyga borib keldim, Surxondaryoga uydagilar ko'rib keldim. 2-3 kunga yana qaytdim. Hozir Toshkentdaman. Bizlarda yangiliklar bor. Yaponiyaning sayohat vizasini oldik do'stlar. Ikkalasi ham Janubiy Koreyada o'qiydigan talaba vizadagi do'stlarimiz. Lekin ozroq farq qiladi, vizasini tushuntirib o'taman do'stlar. Bitta do'stimiz D2 vizada. Ya'ni bu bakalavr, shunaqa 4 yillik o'qiydigan insonlarga o'sha D2 vizasi beriladi. Lekin D2 6 vizasi esa ikkinchi do'stimizdagi viza. Bu 6 oyga Koreyaga exchange student bo'lib borgan insonlarga D2 6 vizasi beriladi. Bu do'stimiz esa o'sha 6 oyga Koreyaga borib, shundan foydalanib, Yaponiyaning sayohat vizasini ham olib ketdi do'stlar. Endi Xudo xolasa yaqinda o'sha Yaponiyaga borib, undan keyin O'zbekistonga qaytib keladi. Shunaqa gaplar. Koreyadagilar men nomimdan ham muzdekkina Ice Americanoni ichib qo'ying mayli.